Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yangi nevrologiyadan yangi bitta bo'limni boshladik. Bu bo'limimiz avvalgilariga o'xshagan emas, ulardan ancha farq qiladi va bunda biz birinchi sizlar bilan normal anatomiyasi va fiziologiyasini to'liq gaplashib olib, unga bog'liq holatda patologiyalarni ham ko'rib ketamiz. Masalan, bugun o'tadigan mavzuyimiz bosh miya pardalari, qorinchalar va bosh miya suyuqligi. Va bundan keyingi videolarimiz demak bosh og'riqlari yoki intrakranial bosimda ortishi va meningitlar, virusli, bakterialni hammasiga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni shu bosh miya pardalari, qorinchalar va bosh miya suyuqligiga bog'liq bo'lgan barcha patologiyalarni ham to'liq ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz bilan tanishib oldik. Endi reja bilan tanishib olamiz. Bugungi rejamizda birinchi rejamiz kalla suyagi. Nimaga aynan kalla suyagi? Sababi biz kalla suyagida shu kalla suyagimizni ichida bosh miyamiz joylashgan va bu kalla suyagida juda ko'plab teshiklar va yoriqlar bor. Ana shu yoriqlar va teshiklar orqali bizda bosh miya nervlari chiqishi kerak. Shuning uchun ahamiyatga ega. Keyingisi bosh miya pardalari, ya'ni dura mater, arachnoid mater, pia materlar haqida gaplashib o'tamiz. Keyingisi qorinchalar. Bu narsani bilishimiz ham juda ham muhim. Gidrosefaliya degan demak klinikamiz bor yoki shu intrakranial bosimda ortishi, shunga oid narsalarni gaplashdan avval bu qorinchalar va bosh miya suyuqligi haqida bilib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin ikkita mavzuni bitta qilgan holatda gematoencefalic barrier, ya'ni blood brain barrier qanday holatda ishlaydi, shuni ko'rib chiqamiz va shu blood brain barrier qayerlarda mavjud emas. Ya'ni mavjud bo'lmagan joylari bizda qusish markazlari hisoblanadi. Aynan shu qusish markazlari haqida gaplashamiz va qusishda kelib chiqish mexanizmi haqida gaplashib o'tamiz. Demak do'stlar, boshladik. Birinchi gaplashadigan narsamizni aytdik, kalla suyagi va bosh miyani unda joylashishi. Biz yuqorida aytganimizdek, juda ham ko'plab yoriqlar va teshiklar bo'lishiga qaramasdan, bizda faqatgina ayrimlarini gaplashib o'tamiz xolos. Bulardan bittasi foramen magnum. Bu foramen magnumni joylashgan joyi, shunday miya deb oladigan bo'lsak, orqa miya va uzunchoq miyani kesishgan joyi bor. Ana shu joyimiz bizda nomlanadi cervico medullary junction deyiladi. Aynan xuddi shu sohamizda foramen magnum joylashgan bo'ladi. Va bu foramen magnum sohasidan miya stoli pastki orqa miya bo'lib davom etadi. Buni endi kesilgan holatda ichki holatini ko'rishimiz mumkin. Bunda biz ko'rib turibmiz anterior cranial fossa, ya'ni oldingi bosh miyani chuqurchasi, o'rta bosh miya chuqurchasi va orqa bosh miya chuqurchasi. Bularda ahamiyatini keyingi slaydlarimizda to'liq ko'rib chiqamiz. Hozir faqat shularni bilganimiz yetadi xolos. Mana do'stlar, sizlar bilan hozir shunga to'liq to'xtalib o'tamiz. Birinchi pushti rangda ko'rib turganimiz bu anterior cranial fossa, ya'ni oldingi bosh chuqurchasi. Bunda nima joylashyapti? Birinchi cranial nerv, nervus olfactorius aynan shu sohada yotadi. Faqatgina shu anterior cranial fossa deb bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Keyingisi middle cranial fossa. Middle cranial fossamizda 5 ta struktura bor. Bular optik kanal, fissura orbitalis superior, foramen rotundum, foramen ovale va foramen spinosum. Bulardan nimaga aytib o'tdim? Sababi har biridan chiqadigan arteriya, vena va bosh miya nervlari bor. Mana masalan, optik kanaldan, aynan optik kanal mana shu joyda joylashgan. Shu optik kanaldan bizda nervus opticus, ikkinchi bosh miya nervi chiqadi.
va u bilan birga ophthalmic artery, ya'ni ko'ruv arteriyasi ham xuddi shu joydan chiqadi. Keyingisi fissura orbitalis superior. Buni juda ko'p joylarda eshitganmiz. Bundan nimalar chiqadi? 3-chi, 4-chi va 6-chi bosh miya nervlari aynan shu sohadan chiqadi. Bundan tashqari, bizda nervus trigeminusni birinchi tarmog'i ham shu fissura orbitalis superiordan chiqadi. Bu mana shu sohaga to'g'ri keladi. Ikkala tomonda ham bir xil holatda joylashgan bo'ladi. Aynan bu tomonda chuqurda o'zi ko'rsatilgan, bu tomonda nervlarda chiqishi. Keyingisi foramen rotundum. Bu foramen rotundumimizdan nervus trigeminusni ikkinchi tarmog'i, foramen ovaledan nervus trigeminusni 3-chi tarmoqlari chiqadi. Va nihoyat foramen spinosumdan middle meningeal artery chiqadi. Buni keyingi slaydlarimizda to'liq gaplashib o'tamiz. Endi keyingi chuqurchaga to'xtaladigan bo'lsak, bular posterior cranial fossa, orqa bosh chuqurchasi. Bunda 4 ta struktura joylashgan. Bular meatus acousticus internus, foramen jugularis va canalis hypoglossalis va foramen magnum. Birinchisi internal auditory meatusda, aynan mana shu sohada bu yerdan chiqyapti. 7-chi va 8-chi bosh miya nervlari. Keyingisi foramen jugularis. Foramen jugularisda joylashishi mana shu soha va bundan 9-chi, 10-chi, 11-chi bosh miya nervlari va yugulyar vena chiqadi. Hypoglossus, canalis hypoglossus mana shu joyda joylashgan va bundan chiqadigan narsa 12-chi bosh miya nervi, nervus hypoglossus. Keyingisi foramen magnum, buni yuqorida ham gaplashdik, mana shu sohaga to'g'ri keladi. Va bu yerdan bosh miya stoli, spinal root of cranial nerve 11, ya'ni 11-chi cranial nervni orqa miya ildizlari va vertebral arteries, umurtqa arteriyalari aynan shu joydan kiradi yoki chiqadi. Xo'p, bularning ahamiyati nima? Ko'pincha keyslarda berib qoladi. Aynan shunday vaziyat bo'ldi. Shu mana misol qandaydir simptomlar bilan bemor kelgan, shu simptomlardan keyin siz kasallikni aniqlab oldingizda, kasallikni aniqlab olgandan keyin siz qaysi bosh miya nervdan zararlanganini aniqladingiz. Endi savolda shu bosh miya nervi kalla suyagini qaysi teshigidan chiqadi degan savol bo'lishi mumkin. Aynan shunda ahamiyatga ega. Demak, bu narsa tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Bu kalla suyagining ichki yuzasida bir nechta suyak qirralari kalla bo'shlig'i asosini turli bo'limlarga, ya'ni chuqurchalarga ajratib turadi. Bizda aynan shu anterior cranial fossa, middle cranial fossa va posterior cranial fossaga ajratuvchi strukturalar bor ekan. Ular misol uchun pars petrosa ossis temporalis deb nomlanadi. Bu chakka suyagining toshsimon qirrasi. Bu demak o'rta chuqurcha bilan orqa chuqurchani bir-biridan ajratib turishda yordam beradi. Keyingisi oldingi chuqurchani o'rta chuqurchadan ajratib turishda yordam beradigani alia minor ossis sphenoidalis. Alia minor mana. Alia minor ossis sphenoidalis oldingi tomon bilan o'rta tomonda ajratib turish vazifasini bajaryapti. Mana. Keyingisi bizda pars petrosa ossis temporalis mana shu qismga to'g'ri kelyapti. Bu o'rtadan shu middle cranial fossadan posterior cranial fossani ajratishda yordam beryapti. Bu yerda ko'rib turganimizdek, anterior cranial fossada, ya'ni oldingi bosh miya chuqurchasida frontal lob, ya'ni peshona bo'lagi, middle cranial fossada bizda temporal soha
va posterior kranial fossada cerebellum miyacha va bosh miya stvoli joylashyapti. Aynan shu miyani shundoq pastga tushiradigan bo'lsak, xuddi shu holatda kalla suyagida o'rnab qoladi.